Assalomu alaykum. Sedbuyush kanalining hurmatli obunachilar. Akalar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Oqtosh shaharchasidamiz. Shu yerdagi gazabloylarni narxlar bilan bir qator tanishtirib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Mana sizlar uchun sifati yuqori bo'lgan vodiy bo'ylab no'mrading gazabloylarimizdan biriga yetib kelganmiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, bugungi sanlarimiz 21-aprel hafta kuni seshanba 2026-yil. Videomiz qo'llab-quvvatlash uchun bir dondan like tugmasini bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lasizlar. Kommentariyada o'tanga rahmat ukam tishdan xudo qolsa, sizlar uchun biz shunaqangi sifatli gazabloylarda video obzorini chiqarishda davom etaveramiz, hurmatli obunachilar. Mana. Bo'lmasam so'z navbatini Jasurbek akamizni o'zlariga beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, suyimsiz chachi. Siz yaxshimi, tinchmisiz? Mana gazabloylarni chiqarishni boshladik. Birinchi bo'lib qoldi ish boshlaganimizga, xudo xolasa sifatiga, boshqasiga hamma tomonlama garantiyasi bor. Yollamaydi netmidi? Yo'q, yollashiga, boshqasiga, ustiga yuk ko'tarishiga 6 tonna, 7 tonnagacha, misol zilni ham chiqarib beraveraman ustiga bemalol. Hop, garantiyali gazabloylar. Hop, seminlarimiz Namangan bonus 700 markada quyilyapti. Hop, Sem 1 degan semin chiqarishni boshladi Namangan bonus. Shu seminda где-то bir 15 kun bo'ldi. 15 kundan beri shu seminga o'tganmiz. 550 da oldin quyardik. Hozir endi yana ham kuchliroq bo'lishligi uchun uje Sem 1 ga o'tdik. Xudo xolasa sifati, garantiyalisi hammasi 10 da burchaklari ham, razmerlari ham birortasi bir razmeri qochgan yo bir boshqalari yo'q. Yangi qoliplarda quyilgan, ha? Ha, qoliplarimiz yangi, xudo xolasa. Zo'r. Hop, kimga shunaqa gazabloylar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishaveradi. Hop, nomerlarni yozib qoldirsangiz, xudo xolasa, hop, xalq xizmatidamiz. Xo'p, buni dastlabkasi qanaqa bo'ladi? Dastlabkasi shu vodiy bo'ylab, mana shu O'zbekiston bo'ylab liboy yerga dastlabkamiz bor, xudo xolasa. Kelishilgan holda jo'natib beraveradi. Jo'natkizdirib beramiz, ha. Zo'r. Hop, xudo xolasa sifatiga, boshqasiga garantiya. Buni misol tekshirib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol tekshirib, misol hop, yuk ko'tarishlari, narsa qoqilishlari. Ana hali yortingda mana hali bu qurib uspit qilmagan, lekin shu holatda ham mana hozir mana qoqib turib ko'rsatib beraman sizga. Bu asli 28 kunda qotadi, bu. Ha, hozir birorta tosh topib olaydim-da mana. Zo'r. Hurmatli obunachilar, asli bu 28 kunda qotish jarayoni bo'ladi, lekin bu g'ishlar quyilganiga rasa bo'lganimizda 3 kun bo'ldimi, necha kun bo'ldi? Shu bir hafta ham bo'lgan yo'qda hali. 3-4 kun bo'lib qolgan. Ha. Hozir sizlar bilan birgalikda sinab ko'ramiz. Qoqilishlarini qoqqandan keyingi holat, hali kiyimilsam tushib ketadi, unaqa narsalar bo'lmaydi, xudo xolsa gazabloy. U haliga qo'ldamda tiqib olsa, misol haligi bo'ladi-da, 450 markada quysa, atverkanimda tiqsa qo'lda kirib ketadi. Bunga umuman unaqa kirmaydi. Xudo xolasa qoqib bemalol hali qilishadi. Misol oshxona mebel o'rnatgani ham, boshqaga ham ariston ilib qo'ygani ham bemalol xavotirlanmasalar bo'laveradi. Mana odamni ham bemalol ko'taradi. Xohlasalar mana chiqib ko'rsatib hali qilib beraman. Mana nar tomoniga shu bu odamni ko'tarishlik uchun, ko'tarilib ketmasligi uchun qilamiz. Hop. Mana xudo xolasa mana bemalol ko'taraveradi. Zo'r. Endi turib turayman oyoq. Mana hurmatli obunachilar, oyoqdagi bo'sh. Sifatiga bemalol mana garantiya. Zo'r. Uzilib ketdi mana bolaman. O'shnaqa. Xudo xolasa sifati, boshqasi hamma tomonlama va chiqishlari ham bemalol ko'ti chiqib ketyapti, lekin o'zi chiqmayapti. Zo'r. Hurmatli obunachilar, ko'ryapsizlar. Yaxshi niyatda yuquraman degan akalarimiz uchun yoki otxonami, molxonami qizig'i yo'q. Arzon, sifatli joyi shu yerda. Xudo xolasa narxini biz haliga boshqalarnikidan arzonroq, nimaga arzon degan yertiga keladigan bo'lsak, xudo xolasa texnikalarimiz o'zimizda. Biz misol hop To'raqo'rg'on o'zimizning zavod yaqin bo'lganligi uchun bizga sement yetib kelishi arzonroq bo'ladi, yo'l kira arzonroq bo'ladi. Qumda misol bunga qum qo'shiladigan bo'lsa, shu qumni ham men o'zimni texnikamda olib kelaman. O'zimda zilim bor, o'zim olib kelaman. Shuning uchun menga narx hozirroq tushadi. Xudo xolasa men o'zim ham ishlaganligim uchun bu yerda bizga shu narxi, tan narxi sal yengilroq chiqadi. O'shani hisobiga xalqimizga shu bu yengilroq narxda chiqarib beramiz, xudo xolasa. Hop, obunachilaringiz xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turgan obunachilaringizning orasida Nobodonda
işte bir hali ehsonga muhtoj bo'lib turgan odamlar bo'lsa, hop 300 ta gazabloyni tekinga xudo xolasa biz mashinadan chiqarib beramiz. Haligi nimasi bo'ladi? Uy quraman, uy qurish kerak bo'lgan, işte uyi yo'q odam bo'lsa, shu ehsonga o'ta muhtoj inson bo'ladigan bo'lsa, shu aloqaga chiqishsa, men o'zim mana shu gazabloydan 1 so'm pulsiz xudo xolasa 300 tasini tekinga shu chiqarib beraman mashinadan. Uylarga yetkazib berasiz. Uylariga xudo xolasa yetkazdirib beraman. Hop, buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 15 ming so'm. Hop, 15 ming so'mdan shayda sotilyapti. Hop, ag'a dastlabkasi misol joyiga qarab turib qo'shilaveradi. Kelishilaveradi, xudo xolasa. Yo'l kirasini ham yengil qilib, bu yerda o'zimizda texnikalar bor. Chiqarib yetkazdirib beramiz. Xudo xolasa hamma tomonlama, hop, sifatiga ham, boshqasiga ham, raqobat bardoshligiga ham hamma tomonlama garantiya xudo xolasa gazabloylarimiz. Hop, bemalol aloqaga chiqishaveradi. Любой payt 24 soat telefonga bemalol telefon qilishaveradi. Hop, kimda yana bir so'rash bir takliflar aytilmagan ma'lumotlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsa, xudo xolasa ish bitadi. Chetdagi akalarimizchi? Qoldirilgan telefon raqamlari, Telegram, WhatsApplar bor. Boshqa video obzorini qilib yetkazib olib beriladi. Kart orqali to'lov amalga oshsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi u. Zo'r. Hop, firma Navoiyda bir firmasi bor akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa biz ham yaxshi niyatda firma ochganmiz. Hop, bemalol shartnoma qilaveramiz. Firma bilan ham bemalol perchisleniga ham ishlayveramiz. Ammo perchislenani narxi, u firmani perchislena bo'lganini hisobiga narxi boshqacharoq bo'ladi. Lekin mana uy qurilishlariga, aholiga narxi 15 ming so'm. Lekin firmalar bo'ladigan bo'lsa, firmaga o'zimiz kelishgan holda, chegirmalari bor. Chegirmalari bor, xudo xolasa qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Sifatiga ham, boshqasiga ham hamma tomonlama garantiya xudo xolasa bemalol kelib ko'rib olishaveradi. Yaxshi. Xo'p, aka, buni hozir 700 markada quyiladi. Quyilgandan keyin sushilka, poshilkaga tiqiladimi, tiqilmaydimi? Buni parxonaga tiqiladi. Shu parxonaga deganda endi bu bizda endi hozir sharoitimizda parxona deganda parxona qilib qilmaganmiz, lekin hop salapanni misol 2 qavat qilib turib, termis qilib turib, yopib turib o'raladi. Bu o'zi asli 60 gradus suvda quyiladi. O'sha suvni 60 gradusini yo'qotmagan holatda liniyamiz avtomat bo'lganlik hisobiga u misol to'plab turib, hammasini salapanga o'rab, o'sha parda ichidan chiqitmagan holatda o'sha issiqda o'sha 60 gradus holatda bu turadi. Tagiga nargivatib qo'yib, ustiga suv qo'yib qo'yiladi, suv qaynab, parlanadi. Bemalol haligi parib, misol suv shilkasi hamma tomonlama sifatiga javob xudo xolasa. Boshqa masalan Namangan bo'yicha boshqa viloyatlarga ham hamma yerga dastlabkamiz bor. Sifatini liboy yerdiki bilan solishtirib olishaveradi. Agar sifatiga javob beramiz xudo xolasa. Zo'r. Hurmatli obunachilar, akamiz xudo xolasa qisqagina, lo'ndagina qilib tushuntirib o'tishdi bir qator. Navoiyda aytilmagan qanaqadir ma'lumotlar bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa ish bitadi. Gazabloyimiz sifatlarini o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Tez ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, zakazlarni berib tashaverasizlar, hurmatli obunachilar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Oyinga sotganga Alloh barakasini bersin deb qolamiz.